Miss Oasisni 3-kuni qanaqa o'tganini sizlarga ko'rsatmagandim, lekin bugun ko'rsataman. 3-kun dress kodimiz qora rangda edi. Men kofe ichib, qizlar bilan zavtrakka tushdim. Zavtrak qilib bo'lgandan keyin ozgina rasm videolarga ham tushishga ulgurib oldik. Keyin finalga tayyorlanish uchun hammamiz taksida tadbirlar o'tkaziladigan joyga ketdik. Final oldi, bizga makiyaj va prichoska qilishadi. Shunga endi tayyorgarlik ko'ryapmiz. Men hali professional darajada makiyaj qilishni bilmaganim uchun qizlardan makiyaj qilib qo'yishni so'radim. Hamma qizlar shunaqa inoqligidan bir-biriga bemalol makiyaj prichoskalarini ham qilib qo'yishdi. Menga bo'lsa Miss Oasis top 5 talikka kirgan qiz makiyaj qildi. Kimga yana shunaqa konkurentka kerak, shunaqa chiroyli qilib qo'yadi. Biz вообще дружный подружкалamiz уже. Hammamiz qaranglar, sal qiziz ham. Men bugun bu qismat bo'yantirib qo'ydi chiroyli qilib. Biz finalga уже tayyormiz, hamma qizlar kiyinib chiroyli bo'lganmiz. Bizga omad tilaylar. Finalga esa hammamiz bitta milliy va bitta вечерний ko'ylaklarda chiqdik. Juda ham hayajonlandim, chunki jyurilar va ommaga o'zim va maqsadlarim haqida bir dunyo gaplarni gapirib berishim kerak edi. Xullas, men buni uddasidan chiqdim. Keyin nima bo'lganini bilish uchun profilimga kirib ko'ringlar.